Do'stlar, hozir bir narsani ko'rib motivatsiyam oshib ketdi. Shu motivatsiyada sizlarga gapiray. Qishloqda bir bog' qilganmiz. 8 yildan beri quruq joyda bog' qilganmiz. Shuni videosini qo'ygandim. O'zim men ijtimoiy tarmoqlarda juda faolman, ayniqsa Telegramda. Lekin Facebookda umuman faol emasman. Shunchaki ochib qo'ygandim. O'zi Facebook O'zbekistonga birinchi kelgan payt ochib qo'yganman. Deyarli Facebookka qaramasdim. Shunchaki xuddi ba'zan oylab ham kerak bo'lsa, yillab ham kirib Facebook men uchun umuman e'tiborda emasdi. Lekin hozir bitta post qo'ydim. Shunchalik odamlar motivatsiya berib, shunchalik yaxshi tilak, yaxshi niyat, bir shunchalik odamga bir haligi bergan, energiya bergan, qanday qilgan? Faqat yaxshi tilaklar. Nima deydi? O'zingning boringning energiyang qancha bo'lsa, undan cheksiz darajada katta energiyalarni odamlar berganda, mana shuni ko'rib Facebookdagi obunachilarga e'tibor berib, endi bundan keyin Facebookga ham qarashga harakat qilaman. Rahmat hammaga, Facebook doshlar.